To'pang mojarosi, xaker bilan maxfiy uchrashuv va Janubiy Koreya hukumatining gazabi. Janubiy Koreyada ulkan mojaro portladi. Mamlakatning eng yirik savdo platformasi To'pang atrofidagi vaziyat kundan-kunga keskinlashmoqda. Mana asosiy faktlar. Birinchidan, asr og'irligi. To'pangning Xitoydagi sobiq xodimi 33,7 million foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irladi. Bu deyarli butun Koreya aholisining ma'lumotlari degani. Ikkinchidan, maxfiy kelishuv. To'pang rahbariyati politsiya tergovini kutmasdan ma'lumotlarni o'g'irlagan shaxs bilan yashirincha uchrashgani ma'lum bo'ldi. Kompaniya hamma ma'lumotlar ochirildi deb da'vo qilmoqda, biroq politsiya va hukumat bunga mutlaqo ishonmayapti. Uchinchidan, favqulodda choralar. Vaziyat shunchalik jiddiyki, Janubiy Koreya prezidenti administratsiyasi hatto Rojdestvo bayrami kuni ham shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. Endi To'pang faoliyatini butunlay to'xtatish masalasi ko'rilmoqda. Bundan tashqari, kompaniya yetkazib beruvchilardan reklama bahonasida 2-3 trillion won undirganlikda ham ayblanmoqda. Xalq gazeti. Kompaniya asoschisi, AQSh fuqarosi Kim Bomsok esa mas'uliyatdan qochib, maslahatchilar ortiga yashirinmoqda. Sizningcha, To'pang o'z xatosini yashirishga urinyaptimi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Here summarize the headline and deliver the news concisely. End with a call to action to encourage viewers to learn more.